AQSh ayrim shaxslarga grin karta berishni to'xtatdi. AQSh hukumati migrantlarni sinchkovlik bilan tekshirish doirasida ayrim toifalarning, jumladan qochqinlarning grin karta uchun bergan arizalarini ko'rib chiqishni vaqtincha to'xtatdi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligiga tayanib CBC xabar berdi. AQSh fuqarolik va immigratsiya xizmati qochqinlar yoki boshpana maqomiga ega migrantlar tomonidan yuborilgan arizalarni ko'rib chiqishni to'xtatish bo'yicha ko'rsatma bergan. Bu qaror prezident Donald Tramp tomonidan ilgari imzolangan ikki farmonni bajarish doirasida qabul qilingan. Birinchisi, AQShga kirmoqchi bo'lgan yoki allaqachon uning hududidagi chet elliklarni imkon qadar sinchkovlik bilan tekshirishni nazarda tutadi. Ikkinchi farmon esa davlat departamentiga Meksika kartellari va jinoiy guruhlarni terrorchi tashkilotlar deb e'lon qilish imkonini beradi. Tramp ma'muriyati AQSh fuqaroligi, grin karta va boshpana olish uchun ariza topshirgan migrantlarning ijtimoiy tarmoqlar